taптaqır uqbay qalishi mumkin. Odamning qulog'i mening o'rtasida ug'uni o'tkazib bera turgan nerv tamiri bor. O'sha nerv tamiri shamollagan uchurda odam ug'usi pasayib ketishi mumkin, taптaqır uqbay qalishi mumkin. Bu nerv tamir bir uchurlarda ostri shamollaydi. Patsient o'zi uxtab turganda, gripp bo'lgandan keyin bir sebeplar bilan reski bir kunda qulog'i uqmay qoladi. Bunday uchurda u vaqtda vrachlarga kelib qaydilsa, ushul nerv tamirni to'lig'i bilan qalbga keltirganda shans bo'ladi. Bizda ko'p uchurlarda ushul nerv tamirni monokat formasiga o'tib qolgandan keyin uzoq vaqt shamollab ushul nerv tamirlar qurg'ab qolgandan keyin o'shunday uchurlarda qaydlar monokat formasiga o'tib qolgandan keyin bu nerv tamirlar qayda qalbga kelmaydi. Kimda shunday ko'y bo'la turgan bo'lsa, u vaqtda lor vrachga qaydilishni surishtiradi.